Koreys yigitga qanday turmushga chiqqansiz va Koreyaga qanday ketgansiz savollar juda ham ko'p keladi. Bugun o'sha savollarga javob berib o'taman. Koreys yigitga turmushga chiqishimga avvalambor Allohim sababchi bo'lgan. Kichkinaligimdan Koreyaga borishni, Koreyada yashashni orzu qilganman va Xudoga shukr orzuyimga yetganman. Men oddiy kafeda ofitsiant bo'lib ishlardim. Erim esa kafeni to'g'risida magazin ochardi. O'sha yerda bir-ikki marta ovqat zakaz qilgan payti ko'rib qolganman, tanishib qolganmiz o'sha yerda. Lekin haqiqiy sevgi qissasi men kafedan ishdan chiqqanimdan keyin, erim esa yangi kafe ochgandan keyin boshlangan. Hozir bu videom juda ham qisqa bo'lib qolgani uchun kommentariyada videoni davomi deb yozib ketsanglar, davomini uzoqroq video bilan olib chiqaman. Hozir esa ba'zi bo'lgan joylarni aytyapman. Aniq davomini eshitmoqchi bo'lsangiz, keyingi videoda davomi deb yozsangiz, keyingi videoda chiqaraman. Sababi hozir bu bitta ikkita odamga qiziq, ko'pchilikka qiziq bo'lishi uchun davomi deb yozsangiz, keyinroq videoda ko'proq hamma bo'lgan voqealarning javobini